O'rmon ichida sirli ravishda tashlab ketilgan haqiqiy samolyot. Biz do'stlarimiz bilan aynan shu joyga otlanishga qaror qildik. 1 soatlik yo'l. Manzilga yaqinlashganimiz sari juda g'alati manzaraning guvohiga aylandik. Atrofda har xil tashlab ketilgan bino va mashinalarga duch keldik. Taksi bizni bir necha chaqirim uzoqda tashlab ketdi. U yoqqa piyoda yetib olishga qaror qildik. Yaqin orada odam zoti yo'q. Atrofdagi uylar ancha ayanchli ahvolga kelib, o'simliklar bilan o'sib ketgan edi. Bu manzara menga xuddi zombi apokalipsis filmlarini eslatdi. To'satdan uzoqda samolyot dumi ko'rindi. Ha, biz manzilga yetib keldik. Samolyot juda ulkan. 20 yil ichida ancha qo'rqinchli ahvolga kelib qolgan. Zinalar bo'ylab samolyot ichiga kirishga qaror qildik. Ichida esa bizni shu holat kutib turgan. Ichki holati va shishi dabdalasi chiqib ketgan. Bu yerda daraxtning novdasi turibdi. Juda ayanchli ahvolga kelib qolgan samolyot. Internetdagi manbalarga qaraganda ushbu samolyot Sovet ittifoqi payti Sibir nomli aviakompaniyasiga tegishli bo'lgan. Foydalanishdan chetlatilgandan so'ng 2006-yil samolyotni xitoylik bir puldor tadbirkor restoran ochish niyatida $130,000 ga 3-shaxslardan sotib oladi. Lekin hujjatlashtirish va xavfsizlik tomonidan muammolar bo'lgani uchun ushbu proyekt tashlab ketilgan. Samolyot ichida ko'zim birdaniga uchuvchilar kabinasi eshigiga tushdi. Eshikni ochishim bilan o'ta badbo'y hid dimog'imga urdi. Judayam bir badbo'y hid kelyapti bu yerda. Havo aylanmaganligi uchun. Kabina devorlaridan har xil simlar osilib yotar. Shturval va ehtiyot qismlari esa o'z joyida yo'q. Qachonlardir osmonlarni zabt etgan samolyot endi o'rmonlar orasida zanglab yotganini ko'rish juda ayanchli manzara. Hamma joyni ko'zdan kechirib bo'lgach esa hech kim kelmasdan oldin bu yerni tark etishga qaror qildik. Keyingi videoda Xitoyda tashlab ketilgan bunkerga boramiz. Videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.